قيمية مقدمة من أهالي مدينة جلال أباد ومنطقة سوزاك إلى أن Bugun G'azo shahri g'arbidagi lagerlarda suv tanqisligi va hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalardan mahrum bo'lgan aholiga Jalolobod shahri hamda Suzoq aholisi tomonidan toza ichimlik suvi yetkazilib berilmoqda. Alloh sizlarga baraka bersin va yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Ushbu tashabbusni 3 kun mobaynida 10 ta suv mashinasida amalga oshirdik. Lekin bu jarayonlar oson kechmadi. Bir tarafdan transportlar uchun yoqilg'i yetishmasligi bo'lsa, ikkinchi tarafdan atrofimizni sionistlar uchoqlari bombalab turar edi. Bandalarga shukr qilmagan Allohga ham shukr qila olmaydi. Sizlarning ushbu qilayotgan ihsonlaringiz ko'p ummatlar uxlab faqat tomoshabin bo'lib turgan paytida alohida tahsinga loyiq. Sizlarga rahmatlar aytamiz. أفضل الصدقات عند الله وهي سقيا الماء. نشكر الإخوة جلال أباد وسوزان على هذه الصدقة ونتمنى دائما أن تكون هذه الصدقة موجودة.